Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana video qilyapmiz. Mashin Opel Caravan. Shunday qilib biz video qilib o'tkazaylik. Uyda turgan mashin shu sotiladi ekan. Kimga kerak bo'lsa, marhamat, nomerlarini ham qo'yamiz. Jiradigan nimasi to'liq benzinmen jirgan. Az kapotlarni ham ochib ko'rsatamiz. Orqa qismlarini ham olaylik. Arkasi ochilamaydi. Arka chashkalari yaxshi ham, hamma narsasi bor, zapaskalar bor, ha? Hammasi bor. Zapaskanda joyida. Lüklarni ko'rsam, glavni lüklar tozalama, lük tushga osilgan yo'q. Ha. Qalatgan joyiga qo'yish kerak. Aha. Qo'ymagan. Arka qismi salonlari yaxshi ekan, salonlar ag'aylar, yaxshi Caravan, yili 97. Materiallar ko'chib qolgan yo'q. Uyda turgan mashin. Ochiladigan momentini ham ko'rsatayin. Xo'p, salon hammasi joy-joyida. Xo'p, probek. Shuncha probek. Uyda turgan mashina 2 yildan beri aylantirib shu qishloq arada minib yurgan mashina, va shu taksi qilinmagan. Xo'p, konditsioneri bor, paka ishlamaydi ekan. Freon qo'yish kerak. Shunday mashina qo'yinlar. Xo'p, hujjatga keladigan bo'lsak, hujjati tamom bo'lgan, utilizatsiya bor. Utilizatsiyasi bor og'aylar. 4 balon 80% hammasi normal balonlar, zapaskasi ham bor. Endi kapotni ochaylik. Kapotni ochib bering. Motor qismi. Motor mana ko'rib turadiganingizda yaxshi, chashkalar jarilgan yo'q. Mana tarafi ham chashkalar jarilgan yo'q. Hammasi normal sostoyana. Nomerini qo'yamiz, bemalol murojaat qilib nima qilasizlar? Shunday mashin. Arqa qismining nimalarni ko'rsataylik. Faqat benzinmen jirgan, benzin, gaz ko'rmagan ekan vobshe. Uyda turgan mashin. Mana shunday sistemasi mashinning mana. Magnitofonlar ishlayman, hammasi yaxshi, ha? Radiosi bormi? Ha, magnitofon qo'yilmagan ekan. Radiosi. Ha. Balonlar yaxshi. Mana shuni sistema, mana 80% balonlar, balon 14, 185, 70 ga 14 hammasi bir komplekt balon. Uyda navesning oldida turgan mashina ekan. Hurmatli tomoshabinlar, endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 ming deyapti. Muomalasi konkretdan bor. Faqat muomala qiladi, shu dokumentga ham sal minus plus qiladi. Shu bizning kanalimizdan telefon qiling, bemalol gaplashing, srochna mashin sotilar ekan. Hozir kelib video qilyapmiz. Telefon qilib egasi bilan gaplashing, muomala qiling, kelib zavodi qilib ko'ringizlar. Mana akkumulyator ham jana turibdi hammasi. Mana shunday mashin. Gaz vobshe yo'q, ko'rinib turibdi mana. To'liq benzinmen jirgan, ha? Ha, nerlarni ham bitib ko'radi-da, maqsadaligi ustalari. Bitib ko'radi. Haydamon shunday turibdi. Tramilyor deyman, haligi deyman. Mana hurmatli tomoshabinlar, mana 5 minut bo'lyapti videomiz. Mana ko'rib turganingizdek, Caravan Prostoy. Yili 97-yil. Xo'p, narxi 40 ming, muomalasi bor. Nomerni qo'yaman, bemalol gaplashib hal qilaveringizlar. Uyda turgan mashin. Utilizatsiya bor, dokument tamom bo'lgan dokumenti. Dokumenti 1700 der bo'ladi hozir, arzon yo'q. Ha. Hamma nomerini qo'yaman. Mening kanalimdan olqisangizlar, maslahatmen yaxshi muomalasi bo'ladi. Srochna sotilish kerak ekan, shuning uchun shoshilib kelib video qildik. Hammaga omad, denlaringiz sog' bo'lsin. Ko'rganlar bittadan hech qilmasa like bosib kanalimizda ko'taringizlar. Hurmatli tomoshabinlar, hammaga omad.
бачаҳо икак бо гап занем. Ина каравани простой 97 сол, холи бензин, ҳуҷҷати тамомшудагӣ, пешхонада ховай мошин, фақат бензин қатъе, ҳуҷҷат утилизатсия дора, дигар документҳо нестай. Мошин соҳиби ҳамаи номер мемонем, занг бизанен бигирен. Срочно фурӯши караван.